Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Pat-pat sözünü qilib qilyapmiz bu bir maqolaning jasuslikning bugungi taraqqiyoti degan maqola. Bu istixborot ilmining yoki istixborot kasbining umumiy ahvoli haqida bir tushuncha. Buni deb etmasak, bundan burunmi bo'ldi, bundan keyinmi ko'p qatim tilga ilindigandek turdi. Shunlashqa biraz uzun bo'lsa-mu, bugun buni sizlar bilan o'rtoqlashib o'tay. Qisqacha tushuncha. Jasuslik bizga arabchadan kirgan so'z bo'lib, bizda hamon salbiy ma'no beradigan bo'lg'achqa, jasus eng rezil odamlar bo'lib anglandi. Vaholanki bir davlatning jonijon manfaatini qo'g'dash yo'lida jasuslikning o'rni armiyanikidan yuqori turdi. Ya'ni bir davlatni oyoqda tutib turadigan eng asosli omil jasuslikdir. Biz deyotgan jasuslik inglizchada secret intelligence, ya'ni maxfiy hushyorlik, maxfiy chechanlik, maxfiy aql ma'nolarida deyiladi. Masalan, CIA, Central Intelligence Agency, Markaziy axborot agentligi, MI6, MI5, Angliyaning Military Intelligence 5 va 6 boshqarma. 5 boshqarma Uyg'urligi bek tanish bu. Cowley'ning, Bowdy'ning televiziya seriallarini jiq ko'ringlar. Ba'zida ancha rasmiy bo'lmagan shakllarda secret service, ya'ni maxfiy mulozimat, maxfiy xizmat shaklida ataladi. Uyg'urchaga ilgari ruschadan kirgan nusxasida razvedka shaklida qo'llanilgan. Keyin xitoy tilidagi atalishining tarjimasi ishlatilib, axborot deyilgan bo'ldi. Amaliyotda xitoychada bu axborot so'zi ikki xil. Qingbo va gungbo. Buni Uyg'urcha o'xshashli axborot deb tarjima qilamiz. Zodi qaysi axborotni deyotganimizmi aniq bo'lmay qoladi ba'zida. Bu so'zning turkchadagi atalishlari axborot deganimizga yaqin keladi deyishga bo'ladi. Turkchadami arabchadan kelgan axborot, axbar, ya'ni xabar degan so'zning turlangan shakllari qo'llaniladi. Bu kasbni rasmiy ataganda istixborot deb ataydi. Bu bizning axborot deganimiz bilan farqli bo'lsa-mu, yana so'z yiltizi axborot. Turkchada yana xabar shaklida qo'llaniladi. Jasuslik xabar olmoq shaklida ishlatiladi. Masalan, CIA turkchaga markaziy xabar olish tashkiloti shaklida tarjima qilinadi. Turkchada yana inglizchadagi secret service ga parallel maxfiy mulozimat, ya'ni gizli servis shaklida qo'llaniladi. O'zlarining bu xil xizmatni bajaradigan organi MIT, bu qisqartirilgan so'z Milliy istixborot tashkiloti deb ataydi. KGB, Davlat bexatarlik idorasi ma'nosida bo'lib, amaliyotda biz deyotgan jasuslik organidir. Buning eng dastlabki shakli ÇK. Vatanimizdagi amallik idorasi, Xitoylarning amallik idorasi deganlarga o'xshab ketadi. Bu atalg'uning ma'nosi Uyg'urchadagi ayg'oqchilik degan so'zga dal keladigan bo'lsa-mu, o'zimizningkini yaratmaslik psixikimizga ko'ra bu so'z ta'dirchi so'zligimizdan chiqib ketyapti. Undan boshqa ayg'oqchilik degan hamon rezil kimsalar ko'z oldimizga kelib oladigan bo'lg'achqa, xuddi jasuslikka o'xshashla salbiy ma'nodagi so'z degan qarash hokim bo'lib keldi. Yana kelib, bu so'zni davrma-davr to'xtovsiz ishlatib turganimiz uchun u ko'ni kitoblarda uchraydigan va uzoq yillarda peshqadamlarimizning tilida saqlanib kelayotgan so'z bo'lg'achqa, so'zlik ma'nosi taraqqiy qilmay, ma'nosi turaqlashib qolib, u go'yo tor doiradagi gap toshish, chaqimchilik degan ma'nolarni anglatadigan shaklda qoldi.
so'zlaganga ishiltish jarayonida ma'no juplanadi. Ba'zi so'zlar aslida ko'p ma'noli so'zlar zamonning o'tishi bilan birli ma'noga qapsilib qoladigan ishlar. Aslidagi kelib chiqqan vaqtidagi, ya'ni etnografiyasi, so'zning etnografiyasi ko'p ma'no anlatadigan bir so'z zamonning o'tishi bilan bir ma'no anlatib qoladi yoki aslida bir ma'no anlatadigan so'z ishiltish jarayonida yangi ma'nolar yuklansa ko'p ma'no beradigan so'zga aylanib qoladi. Bu ayg'oqchilikni agar biz davomli ishiltib turgan bo'lsak, bugungi istixborotga tamoman uyg'un keladigan bir ma'noga ega bo'lgan bo'ladi. Ammo bu tashlanib ketgachga qadimgi bir ma'noda turaqlashib qolgan. Qisqasi bu faqat salbiy ma'no beradigan bir kasb bo'lmasdan, bir davlatda bo'lmasa bo'lmaydigan zaruriyat bo'lish bilan birga davlatning mavjudligini belgilovchi omillarning beshida keladigan bir organdir. Shundaqla bu organda ishlovchilar amaliyotda davlatning salomat mavjud turishi uchun ishlayotgan nomsiz qahramonlar hisoblanadi. Endi bu atalg'ini Uyg'urcha axborot deb atash bilan kelib chiqadigan mujmallikdan saqlanish va josuslik deganda darhol ko'ngillarga keladigan maymoqchilar va badbashir yomon odam tasavvuridan saqlanish uchun ayg'oqchi deganda ko'z oldimizga keladigan mahallamizdagi palonchi po'kinchi chiqimchidek tarmani ketishdan saqlanish uchun istixborot shaklini muvofiq tepib shu ism bilan bu tema ustida umumiy ma'lumot berishga tirishimiz. Kichik mavzuga kirish. Bir davlat mavjud bo'lib turish uchun qo'shni davlatlarning barliq ahvolini zir-zabar bilishga majbur. Shundaqla ichki qismida muxolif kuchlarning so'z harakatlarini bilib turish kerak. O'tmishda qo'shni davlat istixborot uchun josus kirgiziladi. Hozir konsulxonada bo'ladigan josuslik bo'limining qo'li bilan shu davlat kishilaridan setib olib ishlatish bir qadar umumiydir. Barliq istixborot tashkilotlari eziqtirg'uchi uchur tarqitish asosi quriladi deyish mumkin. Bir taraf yana bir tarafning haqiqiy niyatini bilishga tirishsa, yana bir taraf sirlarni saqlashga yolg'on uchur bilan qarshi tarafni eziqtirishga tirishiladi. Chunki kichikkina bir qog'oz parchasi, tinshalgan telefon yoki shuningdek arzimagan bir sabab bilan butun bir urush mag'lubiyat bilan natijalanishi, bir butun davlat munqariz bo'lishi mumkin. Bugungi urushlarning asosi nimaligi bo'lmasin istixborot ustiga qurilgan. Sunzi, Xitoylarning Sunzi urush san'ati, ya'ni Janshu nomli kitobida shunday yozgan. Bu sababdan, ya'ni yuqori sabablardan josuslarning armiyaning foydasiga eng obdan shaklda xizmat qilishi ongliq boshqaruvchi bilan aqlli qo'mondonning qo'lida. Ustunlik mana shundoq bir xizmat bilan qo'lga keltiriladi. Istixborot urushning eng muhim bir tarkibidir. Chunki armiyaning g'alaba qilishi ishonchlik ma'lumot oladigan bo'lishiga bog'liq. Faqat bir qancha sar kumushni xarajat qilishni ortiq ko'rib, dushmanning ahvolidan xabarsiz qilish aqlning ishi emas. Bu ma'lumotni qo'lga keltirishning birdan-bir yo'li istixborot tashkiloti qurib, josus ishlatmakdir. Urush uchun istixborot tashkiloti qurmagan kishi insonlarning lideri emas. Jasusi bo'lmagan armiya ko'z qulqi bo'lmagan odamga o'xshaydi. Bular Sunzininki Janshu, ya'ni urush san'ati nomli kitobidan olingan. Istixborotning maqsadi davlat boshliqlarining qaror olishiga qulaylik yaratish uchun ayrı-başlanğan ma'lumotlardan barliqqa kelgan tayyorlikni sunish. İstixborot, siyosiy istixborot, harbiy istixborot, iqtisodiy istixborot, ijtimoiy istixborot, texnik istixboroti, elektronlik istixborot qatorliq turlarga bo'linadi. Bu har bir turninki nimalarni qiladiganligi haqida yana bir qatimliq suhbatimizda to'xtalamiz. Buningdagi elektronlik istixborot obyektiga qaratilmagan, istixborot to'plash usuliga qaratilgandir. İstixborotning ishlash prinsipi. Bilish kerak bo'lgan narsa, ya'ni nishon, nima ekanligi kuzatiladi. Ma'lumot to'planadi, to'plangan ma'lumot duyusi yeshilib ayira boshlanadi.
Ansiklopedik tarafdan qaraganda siyosiy istixborot qo'l bilan tutquli bo'ladigan ma'lumotlar nuqtasidan texmi inchki yeshim mulohizaga muhtoj bo'lsa, harbiy istixborot sonlar turida, ya'ni digital qo'l bilan tutquli bo'ladigan natija beradi. İsrail istixborot tashkiloti Mossadning sobiq boshqarlaridan Efraim Halevi istixborot va istixborotchilar haqida shunday ta'riflarni yozadi. İstixborotchi hammadan avval tahdid bilan, dushman bilan bilishadi. Dushmanning imkon va qobiliyatlariga munosabatli uchurlarni qo'lga keltirish majburiyati bo'ladi. Dushmanining ham siyosiy ham operatsiyalik ma'nodagi kuchini va niyatlarini o'lchashga majbur. O'z davlatining tahdidlarga taqobil turish imkoni va qobiliyatini o'lchash uning vazifasi emas. Demokratik bir jamiyat bilan demokratik bo'lmagan bir tuzumning farqi istixborotda bilinadi. Demokratik bo'lmagan tuzumlarda istixborot tashkiloti hukmron sistemning muhim bir qo'li, siyosiy hukmronlikning hokimiyat beshida davomli turishini ta'min etadigan vositadir. Demokratik sistemda istixborot mavjud hokimiyat uchun emas, davlat va millat uchun xizmat qiladi. İstixborotning manbasi ikki turlik bo'ladi. Ochiq manba, filmlar, gazetlar, televiziya, radio ishlari va hukumat doklantlar. Yana biri yopiq manba. Asli istixborotning bu turi kishilarning taxminlaridagi jasuslikdir. Amaliyotda ochiq manbalarni tahlil qilish munosabatlik yipushlar bilan birlashtirish yo'li bilan nihoyat qimmatli istixborot natijalari qo'lga keltirilishi mumkin. Her istixborot tashkilotining tunji ishi xatarning kelish manbasini kuzatishdir. Bu nuqtada Thomas Powers mundaq yozadi. Arab dunyosida an'anaviy shaklda tahlikining ichki qismidan keldiganligi qabul qilingan. Chunki ichki qismda rayonning amalliq tashkiloti muxobarat tarafidan doim kuzatilayotgan va belgilik arliqlarda tutqun qilinadigan inqilobchilar, diniy talablar va hokimiyat bo'yidagi xirisliq harbiy amaldorlar bor. Misr va Iroqda, Iordaniya va Saudiya Arabistonda ahvol o'xshash. Maxfiy soqchining haqiqiy ko'ngil bo'ldigini va qiladigini davlat ichidagi o'qituvchi kuchlar ustiga markazlashgan. Bu demokratik bo'lmagan davlatlarda ichiga qaratilgan tarafi asos salmoqni egallaydi. Demak, her davlatda istixborotning obyekti har xil bo'ladi. Umuman mustabid davlatlarda istixborot asosiy diqqatini ichiga qaratadi. Hokimiyat tiksinib, hukmronligini saqlab qolishning asosiy dushmanini o'qituvchi kuchlar deb qaraydi. Tashqi dushman ikkilamchi obyekt hisoblanadi. İstixborot tashkilotlarining qurilma funksiyasi asosan tashviqot. Yani teşviqat normalda ichiga qaratilgan jamoat fikrini yo'llantirma, diqqatni chalg'itma, qiziqish qo'zg'ash qatorliq maqsadli teşviqatdir. Agar urush davri bo'lsa, dushman ichida vasvasa yoymoq, parakandichilik, ansizlik tug'dirmoq, xato qiyoslarga boshlamoq, jamoat fikrini tutmoq maqsadlarida bo'ladi. Jasuslik, nishon davlatlar yoki guruhlarga oid uchur to'plash. Qarshi jasuslik, ya'ni anti jasuslik, düşman casusluğunun aldığını eliş. Öktücü hareketler teşkillaş. Bu asasen düşman devletler içinde elip verildiğin ağdırmışılık faaliyetleridir. Yani bir küçük mavzu. Teşviqat. İstixborotning muhim bir tarmoqi bo'lgan teşviqat faqatla teşviqat qurolları orqali taqtilgan teşviqat emas. Bu yana xalq ichida nereden chiqqanligi belgisiz so'z cho'chaklar, mish-mish gaplar şeklinde mi bo'ladi? Bunisining psixik önemi texmi zo'r bo'lish bilan birga. Bundaq bir tema o'tirg'i chiqarib qo'yilsa, kishilar bilib bilmay o'zlari yeyiveradi. Chiqimsiz, ammo ta'sirli. Bir davlatda hokimiyat beshilik asosiy millatdan boshqa bir necha etnik guruh bo'lsa, ularning birliksab bo'lib bilib, hukmron millatga o'rtaq qarshi turishining oldini olish yuzasidan istixborot vositasi bilan ularning orasiga ittifoqsizlik, ishonchsizlik kirib turiladi. Ya'ni Sharq Turkiston uchun aytganda, Sharq Turkistondagi asosli etnik guruh Uyg'urlar. Qozoqlar, Qirg'izlar,
Başka Tungallı Moğollar deganlar assallıqlar. Agar u assallıqlar Uyg'urlarning atrofida birlashib olsa, Xitoyni nishon qo'ygan bir birlik sep bo'lib qoladi. Uning uchun Xitoy o'ziga bo'lgan dushmanlikni azaytish uchun bu millatlarning orasiga dushmanlik urug'i terib, ularni o'zaro kalla soqashtirish bilan birga asosiy dushmanni unutib qolishga yetaklaydi. Ve ularning asosiy kuchga aylanishning oldinda ham asosiy ziddiyat unutildirilib, diqqatini o'z ichiga burib o'tish maqsadiga yetkazildi. Masalan, men bu maqolani Vatan ichilik torbetlarda 2 qatim tekrar e'lon qildim, bir qatim o'chirib o'tgandan keyin ham tekrar. Shu yerda e'lon qilishga uyg'un kelsin uchun misalni Sharq Turkistondagi ahvoldan misol bermay, Iroqdagi Sovet ittifoqidagi mana misollarni bergan. Shuning uchun bu misol Iroq misoli. Iroqdagi sunniy shia ziddiyati ishg'oliyatchilar tarafidan o'ylanayotgan o'yin ekanligi har kimga ayon. Bu ziddiyatlar orqali ham asosiy dushman hukmini unutiltirib, diqqatni o'zaro ziddiyatga boshlab o'tkili, shundaqla bu xil bir-birini qirg'in qilib, tinchlikning ishga qo'shilib bo'lgan urushqoqlar orasida bir xolis kelishtirguchi yoki xolis tutib turguchi deylikki Amerikaning bo'lishini zaruriyatdek his qildirish maqsadiga yetkazib bo'ladi. Yana bir gap qistirib o'tay. Bizning vatanimizda o'zimizdan bo'lgan amaldorlardan, dadiyjon, sho'diyjonlardan bizar bo'lgan bizning xalqning shunday gaplarini pat-pat anglaydik. Ya, mushu xonsular bo'lmagan bo'lsa, bir-birimizni yeydikanmiz juma deydilar. Ya'ni u bir xolis tutib turuvchida bizni bir-birimizni yeb etmasligimiz uchun u xolis tutib turayotgandek bir holat. Buni sunniy shia rahbarlari bilmadi. Ya'ni bu kalla so'qashtirishni. Albatta biladi. Lekin inson psixikasida shunday bir bo'shliq bor. Buni ko'zkichiklik desam bo'ladi. Umumga oid manfaatlar hamon mavhum shuvar tariqasida bo'lib, hamma ko'nglida bilib tursa-mu, o'zininkini qo'yib turib, cho'ng ishimizni o'rtaq hal qilaylik deyilmaydi. Chunki bu tashkillanishni taqozo qiladigan ish, qulay boshlig'ini bo'ladigan ish emas. Ammo shaxsiy yoki tor guruhning manfaatlari amaliy, ko'z bilan ko'rgili, qo'l bilan tutquli bo'ladigan shaklda bo'lg'achqa, texmi real bo'ladi. Shuna bilib turibmi, o'zini tutolmay qoladigan gap. Masalan, Şialar tarafidan o'ldirilganlarning yaqinlari uchun bu azob Amerikaliklarning Iroqni besib olgan umumiy milliy xavflikka qaraganda texmi real, texmi ko'ngilga yaqin, qo'lga yaqin bo'lgan bo'lg'achqa, oldi bilan bu dardini ele olmasa bo'lmaydigandek hissiyot ustunlikda turadi. Bundan boshqa istixborot yana yurtlar aro ziddiyat. Uyg'urlarda intayin ig'ir bo'lgani. Urug'doshlar aro ziddiyat, mahalla aro ziddiyatlar terishi mumkin. Ya'ni ziddiyat teriydiganga taraflar tepilib turdi. Yana siyosatmi shunga yarashaylik berilib, ziddiyat izchilligi parvish saqlanadi. Masalan, ma'lum federativ davlatda sobiq Sovet ittifoqidagi federatsiyadagi asosiy millatning bo'linib chiqish orzusi bilan hukmron millatga qarshi chiqishning oldini olish uchun shu federatsiya ichidagi boshqa asonliq millatlarni yeniroq tortib, e'tibor bergandek qilib, AOSi, ya'ni asosiy millat yetim qoldirildi. Hamda bu e'tibor berishlar tufayli federatsiyaning asosliq millati hasad millatida hasad, g'azab tug'dirildi. Go'yo ularning haqqini hukmron millat emas, asonliqlar elib olib bo'lgandek. Masalan, Sovet ittifoqi davrida Qozog'istonda Uyg'urlarning jamiyat tutgan o'rni xili yuqori edi. Hatto bir zamonlar Qozog'iston federatsiyasining birinchi qo'l rahbari Uyg'ur bo'lgan. Partiya sekretari. Buningdan maqsad
Qazaqlarni yetim qaldirish, Qazaqlar bilan Uyg'urlar orasida ziddiyettirish uchun edi. Agar bundaq hollarda ziddiyet, o'chmanlik, angliq shakllanmagan taqdirdami, istixborot yo'li bilan tushuntirilib, ya'ni g'idiqlanib, diqqat jalb qilinib, ko'zini ochib qo'yish bo'laverdi. Masalan, Cumhuriyet kimni? Qazaqlarning. Ammo ammiya qarsam po'laklar, nemislar jahon so'rayotgan. Bunun bilan jahonni aslida ruslarning so'rayotgani diqqatdan qochib, avlar bilan sirkilishdi bo'ladi. Xuddi bizning mamlakatda bo'lgandek, nurg'un odamlarning tushunishida qozoqlarning o'rni biznikidan yuqoriroq. Sharq Turkistonda. Bu g'arazlik deyish yani. Endi Qozaq oblasti havasida yashaydigan Uyg'urlar bütün o'chmanlikni qozoqlar qaratadi. Qirg'iz oblastida yashaydigan Uyg'urlar, ya'ni bizlar, masalan, bizning yurtdoshlarimiz qirg'izlarni yomon ko'radi. Go'yo jahonni o'zi so'rayotgandek. Bu yerda asosiy ziddiyat bo'lgan Xitoyga bo'lgan nafratning nishoni buraytilgan. Tashviqot istixborotning eng kuchli qurollaridan biri. Tashviqot jamoat fikrini hokimiyatning foydasiga yo'llantirishda tasavvurni oshgan bir qudratga ega. Bu vaqtda Gitler shunday degan: axborot yetarlik darajada tutamsiz, hatto kulgulik bir voqeani qisqa muddatda nihoyat muhim bir davlat masalasi holiga keltirib, asli nihoyat muhim bo'lgan bir masalani jamoatning diqqatidan qochirib unuttirish kuchiga ega. Demak, tashviqot orqali kishilarga aslida qabul qilg'isiz, vijdoniy va insoniy tuyg'ularga sanjiladigan narsalarni go'zal ko'rsatib qabul qildirg'ili bo'ladi. Istixborotdagi tashviqot ikki turli bo'lib, nishoni va manbasi aniq bo'lgan tashviqot, oq tashviqot, manba va nishoni aniqsiz bo'lgan tashviqot, gungi tashviqot deyiladi. Istixborot tashviqotlarda umuman muayyan prinsiplar bo'ladi. Birinchisi, jazibe prinsipi. İstixborot faoliyatiga tiyim bo'lgan iddialar diqqatni tortoladigan jalb qilarlik bichim va shaklda jamiyatga singdiriladi yoki to'plumga, insonlar to'piga. Aniqlik va soddilik prinsipi. Tashviqot mazmuni fikrlarning nishon qilingan ommaga tushunishli, ochiq, aniq shaklda oddiy ham sodda tarzda bo'lishi kerak. Qiziqarlik bo'lish prinsipi. Nishon qilingan ommaga singdirmoqchi bo'lgan idea uchun bir qiziquvchilar muhiti yaratmoq kerak. Bu shaklda o'tirg'i chiqarilgan ong fikr atrofida bir hissiyot o'rtaqligi shakllantirilib bo'ladi. Hayronlik paydo qilish prinsipi. Qisqa muddat ichida nishon qilingan omma ichida hang-tong qilish kayfiyati yaratish orqali ong fikrning qabul qildirilishi ko'zda tutiladi. Sintez prinsipi. Buningda mening isitmak maqsad qilingan ong fikrlar nishon qilingan to'plamga parcha beriladi. Belgilik bir bosqichdan keyin bu bo'limlangan o'y fikrlarning birlashtirilishi, ya'ni sintezi orqali asosiy temaga yetiladi. Takrorlash prinsipi. Singdirilish kerak bo'lgan fikrlar nishon ommaga ma'lum yo'nalishga to'g'rilab, doimiy takrorlash orqali har fursatda kun tartibga keltiriladi. To'yindirish prinsipi. Nishon ommani to'yinish nuqtasiga keltirgandan keyin keraksiz takrorlashdan bezor bo'lishga boshlaydi. Bu takrorlashdagi maqsadning ta'tirisini nishon qilgan usul bo'lib, kishilarni qochirmoqchi bo'lgan narsadan to'ydirish, zeriktirib o'tish demakdir. Garmoniya prinsipi. Bu prinsip orkestrlik yoki ahang berish deb ataladi. Nishon ommaga istixborot tashviqoti elib berilayotganda ahamiyat berilgan holda kuzatilish kerak bo'lgan moslashish va usullarni bildiradi. Birli dushman prinsipi. Buni biz jiq ta'kidladik. Nishon omma kengaytirilmaslik uchun nima? Nishon omma kengaytirilmaslik kerak. Tar doirada va kichik to'plab shaxslarni nishon qilish. Birlik va navbat prinsipi ilgari surilayotgan va minimsilayotgan, qabul qildirilayotgan fikrlarning guruhlar orasida aylanishini ta'min etish uchun ommaning psixologiyasidan foydalanish. Tashviqot kategoriyasi kirgizishga bo'ladigan yana bir usul ta'tir reklam usulidir, ya'ni e'lon san'at.
ta'tir reklam usulidir. Bu usul xuddi tovar e'lonlariga o'xshash kishilarga qabul qildirish ko'zlangan shay'ining e'loni bo'lib, o'xshamaydigan yeri e'lon ta'tir tarafdan qilindi. Ya'ni haq qabul qilmasa ekan degan narsani ularga tenayotgandek ko'rinish hosil qilsa, hamma haq undan qochadi. Yoki haq qabul qilsa ekan degan orzudagi narsani haqqa bag'rinamay undan cheklayotgandek ko'rinish hosil qilsangiz, inson degan cheklagan narsalarga texmi uzun uradigan bo'ladi. Masalan, bir mustabid davlat tuzumida kishilar ko'p hollarda mustabidlarning chiroyli ko'rsatishga urinayotgan narsadan qochadigan, cheklagan narsalarga o'zini uradigan psixik shakllanib qoladi. Bu holda to'g'ridan to'g'ri tovar e'loni shakli bilan kishilarga istalgan narsani qabul qildirib bo'lmaydi. Kishilarda shakllangan hukmdorning deginni ta'tir o'lcham qilish psixikasiga ko'ra, ularga ta'tir reklam, ya'ni ta'tir e'lon usuli bilan qabul qildirilgan bo'ldi. Xalqqa o'zi belgilab qo'ygan nishonlarni so'ydirish uchun uni so'kish, qaralash, kishilarni undan ogohlantirish orqali kishilarning ko'nglida demak u hukumatga yoqmaydigan narsa ekan, bizga foydali bo'lsa kerak degan hissiyot tug'diriladi. Bu yerga bir qistirim beray. 97dan 99gacha bo'lgan O'rta Osiyoda avjagan Sharq Turkiston ozodlik kurashiga qartilgan tashviqot harakatida va shu davrda mamlakat ichida saqchilar orqali Xitoylar juma namozidan chiqayotgan namozxonlarga bir tashviqot varaqi tarqatgan. Bu tashviqot varaqida aqchi ko'kchi ishkovrus dumboqchi palonchi po'kinchilar Afg'onistonda harbiy ta'lim tarbiya kamp qurib Uyg'ur bo'lgunchilarni, yoshlarni tarbiyalamoqda deyilgan. Bu aslida bir ta'tir reklam. Bunu ko'rgan xalqlar bu yoshlarning ichiga o't tutishib, demak, birdig'aya o'kin deb jiddiy holda bir chet elga talpinish, chet elga chiqib ketib, shu to'pqa qaytilish orzusi shakllangan. Ya'ni uni Isomiddinning tikligan oq yog'och va qora yog'och degan yog'ochning tubiga to'plandi bu odamlar. Shunday odam to'plash uchun tiklangan bir yog'och aslida bu. Endi bu odamlarga nega berib to'planish haqida mana ta'tir reklam beryapti-da. Va ularga osonlik yaratib berish uchun hatto chegara xiti orqali pasportsiz Pokistonga chiqib bo'ladigan sharoit yaratib berilgan shu zamonda. Erki bola usuli. Bu usulmu mustabid tuzumlarda ko'proq ishlatildi. Bu ikki ish uchun kerak bo'ladi. Biri qora nurliq chiroq sifatida muxoliflarni to'plab yo'qotish uchun, ularning to'planishiga mo'mi tiklab berish usuli. Yana biri ba'zi muhim tashviqotlarni pardalashda xalq vakili sifatidagi baholigi chiqilib foydalanish uchun yuraklik, jasoratlik, vijdonlik, qahramon yaratish usuli. Masalan, sobiq Sovet ittifoqida bir eg'iz haq gap qilib sog'anlar eg'ir emgak kamplarga avatilib, shu yerda o'ladigan bo'lsa-mu, Qizil hokimiyatni, Qizil armiyani oshkora ayblaydigan bir sho'luxob yaratilgan edi. Amaliyotda u erki bola qilib sunniy qo'yib o'tilgan. Uning bir ayg'oq ekanligini biladigan kishilar bek oz bo'lg'achqa, umumiy xalq uni go'yo o'zlarining dardini anglata oladigan jur'atlik, yuraklik qahramondek ko'rishgan. Hatto uning tinish donni o'zining qilib olishi, uning ko'z yumilib, uning mashhur bo'lishiga yo'l ochib berilgan. Tinish don adabiyot o'qiganlar bilsizlar, boshqalar balkim bilmaydi. Tinish don Sho'lxobning Nobel adabiyot mukofoti elishiga vasila bo'lgan 4 tomlik roman. Tinchtonning asl avtori Qizil hokimiyatga qarshi xalq dushmanidan biri bo'lg'achqa, bu Sho'lxobga texmi o'nkagan.
Xuddi shuningdek, din dahshatli turda cheklangan Sovet ittifoqida. Men yuqori deganimdek, buni vatan ichida e'lon qilgan bo'lganligim uchun maqolani bu misollarni Sharq Turkiston ichidan bermadim. Amaliyotda bu Sharq Turkistondami aynan ish bor. Din dahshatli turda cheklangan Sovet ittifoqida bir turkum mollalarga yoki boshqa diniy tashviqotchilarga g'arazlik yo'l qo'yildi. Akivala qilingan. Ular xohlagan yerda so'zlab kishilarga diniy tabliq qilgan. Bizning vatanimizdami bo'ldi va bo'lyotidi. Buning bilan Sovetlar ikki maqsadni ko'zlaydi. Biri kishilarning ra'yini sinab, dinga sevgisi bo'lganlarni qora tizimlikka tushiradi. Yana biri tabliğ mazmuni intayin ustunlik bilan tuzib berilgan bo'lg'achqa, kishilarning diniy sevgisidan suiiste'mol shaklida foydalanib, ularning dushman qarshiga mujmallik aralashtiradi. Xuddi Sharq Turkistonda Xitoyni ko'rmaydigan, dushmanni Suriyadan izlaydigan qilganga o'xshash. Ya'ni go'yo ularning dushmani Rus bolsheviklari emas, G'arb jahongirligi. Shunday qilib, ularning dushman qarashi sunniy usulda shakllantiriladi. Kishilar hamon sodda bo'ladigan bo'lg'achqa. Shuni burundan xalq padoga o'xshatiladi. Men buni bir necha qatim dedim. Yaqinda o'qigan bir kitobda bir Amerikalikning bir so'zini o'qib qoldim. O'zimizni aldamayli. Xalq deb atalgan bu to'p hech o'ylamaydi. Amerika xalqini demsiz? Amerika xalqining 98% o'ylamaydi degan. Demak, tafakkur qilmaydi xalq degan. Kishilar hamon sodda bo'ladigan bo'lg'achqa, hech aql ishiltib batmaylar bu yo'l qishqa dassaydi. Yana chet elga chiqish ishlarimi qattiq kontrol ostida bo'lishiga qaramay, ba'zilar uchun bekla oson bo'ladi. Sovet ittifoqida bizda emasmi? Bizda bugun oson bo'ladi ba'zilar uchun. Hammadan pasportini yig'ib olib qo'ygan bir sharoitda ba'zilar butun oila bola va qizi bilan chiqib o'tadi. Gumonga undaydigan oddiy selishtirmalar ko'z oldida mavjud edi. Masalan, boshqalarning o'xshash ishi jazolanayotgan bo'lsa, bu nima ishga jazolanmaydi? Boshqalarning shuncha yoshirin qilgan ishini bilib oladigan hukumat buning xilli oshkor qilgan ishini nima ishga bilmaydi? Kishilarning pasportlari yig'ilinayotgan bir zamonda falonlar nima ish bunday asonli pasport olib chetlarga ketyotidi degan savollarni ko'ngildan kechirib bakmaylar, hokimiyatning depiga usul o'ynab qoladi. Endi keldik jasuslik. İstihbaratning ishidagi bir tur dedik. Jasuslikni. İstihbaratning maqsadi shu davlat hokimiyatining sog'lomligini saqlash bo'lg'achqa, uning obyekti g'oyat tabiiyki, hokimiyatning har turli dushmanlarini kuzatish. Ular haqida uchur to'plash bo'lib, dushmanning nima qilganligini bilib turish emas, nima qilmoqchi ekanligini bilib turish maqsaddir. Buning uchun an'anaviy jasuslikda qarshi tarafga singib kirish usuli umumlashgan edi. Ya'ni dushman tashkilotlariga so'qinib kirish, dushman davlatlarga so'qinib kirish asos qilinadi. Hozir bunday usul ta'dirchi holda keraksiz bo'lib, qaloq davlatlarni qilyotdi. Ammo qismanlikda yana bu usulning yarari bor. Bugungi kunda elektronlik asboblarning umumlashishiga ergishib, bunday tutilib qolish xavfi zo'r bo'lgan usulning o'rniga intayin bexatar bo'lish bilan birga unumi yuqori bo'lgan elektronlik jasuslik dasturmakda. Shaxslargacha ishlatilayotgan telefon, yonpon, kompyuter, chaqirg'u qatorliqlar singib kirguchi jasus o'rnida uchurlarimizni tarqatmoqda. Mening nemishqa qo'l tilpini ishlatmaydiganligim bu yerda javoblanadi. Bo'libmi, yonponning sun'iy amrodan tarqatilish alohidligi her shaxsni sun'iy amro orqali kuzatish maqsadini reallikqa aylantirib, jasuslik faoliyatini xatarsiz qulaylikqa ega qildi. Bir misol. Akşam bir yozuvchi do'stim va uning yozuvchi ayoli bilan shaharning keyingi kunlarda moda bo'lgan bir kavobxonasida edim.
Faraz qilg'il bo'ladiki, paramizning temisi siyosiy edi. Gazetlarimiz to'g'risidami bir oz so'z cho'chak qilishdik. 2 soatcha davom qilgan parang aralash tamoqdan chiqqanimda yonfonimga telefon qilgan bir do'stim biz uchimizning kabobxonaning xoli buningda qilishgan barliq gapimizning hammasini menga takrorlab berdi. Deyishcha, uyining telefoni chopdi. Telefonni olgan ekan, uningdan bizning kabobxonadagi paramizni olibdi. 3 qatim qo'yibdi. 4-chi qatim yana chaldi. Yana shu suhbat, dedi do'stim. Buningdan bilinadiki, taqoqliq bir telefon, taqoqliq bir yonfon orqali batareyasi elektrilmagan ahvolda maxfiy anglash maqsadiga yetkili bo'ladi. Hozirgi jasuslik xatarsiz bo'lish bilan qolmay, yana to'g'riliq nisbati yuqori tafsili. Chunki bek egiz uchadigan jasus aeroplanlari, sun'iy hamrohlar, rasm va uchurlarni elektronlik signal yoki ilg'or antenalar orqali yer yuzi punktlarga yetkazadi. Yoshirin va yoki yer osti atom sinoqlarimi bularning ko'zdan qochib qutulmaydi. Milliy xavfsizlik agentligi Amerikaning NSA, National Security Agency, Milliy xavfsizlik agentligi belgi istixborot vazifasi uchun muhitdagi shifrasi yeshilgan elektromagnitlik to'lqin EMF larni kompyuterga simsiz saqlash va kishilarni badanlaridagi elektronlik iqimlar orqali kuzatmak uchun bir kompyuter programma ishlab chiqdi. Belgi istixboroti ichida elektr iqimi bo'lgan har qanday shayning atrofiga elektromagnitlik to'lqin taqitadigan bir magnit maydoniga ega bo'lishdek alohidligi asoslanganligi uchun elektronlik xususiyati bo'lgan inson qurilmasi yoki organik har jismni uzoqdan analiz qilg'ili bo'ladigan shifrliq, ya'ni digital bir uskunadir. Qarshi jasuslik, qarshi istixborot, ya'ni anti jasuslik. Jasuslik qarshi jasuslik demektir. Bu bir şeyinin ikki tarafiga o'xshash. Istixborot ekan bo'lsa bo'lmaydigan bir taraf. İstixborotning maqsadi faqat qarshi tarafning uchurlarini to'plash emas. Ayni vaqtda o'zininkini insijinga bildirmaslik, ya'ni tamsilimizdagi chashqonga kepagal turmaslikni maqsad qiladi. Shuning uchun istixborotning muhim bir tarmoqi qarshi jasuslikdir. Yeni bir mavzu ag'dirmachilik harakatları. Bir davlat ichidagi o'qituvchilarni qo'llash masalasi istixborotning tashkillaydigan ishlardan biri bo'lib, normalda bunday ag'dirmachilik harakatini qo'llash o'qituvchilarga bo'lgan amroqchilik, kuyinish, insonparvarlikdan kelib chiqqan emas. Balki o'z davlatining manfaatlari taqozosi uchundir. Masalan, Amerika Iroqni ishg'ol qilishdan xeyli ko'p yillar ilgaridirlar CIA bütün dünya miqyosida aylanib, Iroq muhojirlari ichidan Saddam Husaynga qarshi qo'ygudek o'qituvchi izlagan edi. Maqsad, agar bunday bir tepilsa, uni simvollik shaklda ishning beshida ko'rsatib, Iroqda bir ag'dirmachilik harakati tashkillash, o'qituvchilarga yordam berish uchun edi. Ammo bu Iroqni Saddamdan iborat bir mustaqillikdan qutqizish, Iroq xalqini erkinlikka chiqarish uchun emas, Amerikaning bu davlatdagi manfaatlarining taqozosidan edi. Ya'ni bizning Sidiq Ro'zdeklar, Amerika Iroqni ozod qilg'ili bor deya Saddamning zulmidan deb tushundirdi ya, unday emas. O'zining manfaati uchun. O'qituvchilarga yordam qilishda, yordam qilinuvchining saviyasi nihoyat muhim. Ular nadanga bergen ist ko'nglim shaklida yordam beruvchini osal qilib qo'ymog'idek saviyada bo'lishi oldi bilan o'ylashiladi. Uyg'urlarga nima uchun hech davlat yordam bermaydi degan savolning bir javobi bu yerda. Ondan bu yordamlar diplomatiyada satchilik paydo qilmaslik uchun pichoq oriyat elib odam o'ldirish uslubida bo'ladi. Şunun bilen yardım kim tarafidan qilinayotganligi pardozlandi.
Masalan, Sovet-Afg'on urushida CIA mujohidlarga berilgan qurol yaroqlarni Sovet ishlangan Misrga yordamga berilib, Misr ambarlarida besilib yotgan qurollarni setib olib, Pokistonning qo'li orqali ta'minlagan. Buning bilan go'yo mujohidlar Sovetlardan o'lja ilingan qurollarni ishlatayotgan manzara yoritilgan. Bundan boshqa Turkiya ambarlarida yotgan 200 dunyo urushidan qolgan qurollar evatilgan. Chunki Amerika ham bu urushga aralashib balo qilishni yuzini tassa, ham Sovetlarning tahshiyat ojizlashishini istaydi. Bu hargizmi ba'zi siyosiy siyosatdagi abdallarning tushunganidek Afg'onistonni qutqizib olish uchun emas, o'zining dunyoga xo'ja bo'lish yo'lidagi raqobatchisini ojizlatish uchun edi. Boshqa davlatlarning ishlariga aralashish, o'z milliy manfaatlari uchun foydali siyosat yurgizishga Astrikdan yetaklash, majbur qilish qatorliq ishlarni istixborot xizmatining o'qituvchi harakat tashkillash tipidagi tarmog'idir. Masalan, Amerikaning O'rta Sharqqa muqim yerlashib qolish uchun Iroqning Kuvaytni besib olishidek qonuniy bahona kerak edi. Shunga Kuvaytning ishg'oliga qadar CIA Iroq armiyasini texnik va taktiki nuqtalardan tarbiyalagan. Eng ilg'or qurollar bilan ta'minlagan. Yana qurol ishlab chiqarish texnikasini bergan edi. Urush Amerika va Isroiliyani bir necha foydaga erishtirgan. Asosan hammasi degidek Yahudlarning qo'lida bo'lgan Amerika qurol sanoati vayron bo'lish girdobidan birdili gullab yashnash vaziyatiga o'tgan. Amerikani O'rta Sharqda mangulik qilishning qonuniy bahonasi bilan ta'minlagan. Kuvaytning qayta qurilishini asosan Yahudi shirkatlari ustiga olgan bo'lib, buning sarmoyasi 50 milliard dollar edi. Bundan boshqa Saudiya Arabistoni shu yili neftdan 17 milliard dollar foyda olgan bo'lsa, urush sababidan Amerika askarlarining chiqimlari, qo'g'dinish zaruriyati tug'dirgan qurol ehtiyojlari qatorliqlarga 30 milliard pul ziyon tortgan. Saudiya Arabistoni 17 milliard foyda olgan. Bu askar chiqimlari, qo'g'dinish ehtiyoji uchun 30 milliard pul sarf qilgan. O'rta Sharq davlatlarining iqtisodiy jihatdan kuchayib ketishining oldi elingan. Bu birinchi qatimliq qo'ltiq urushiningki kimga foyda, kimga ziyon kelganligining kichikgina statistikasi. Yolg'on xabar tarqatish. Aslida buni tashviqotning bir turi deyishga bo'ladi. Chunki bunday xabarlar rasmiy matbuot orqali tarqatilishi mumkin. Ammo bu matbuotchilar tarafidan beriladigan xabar emas, istixborot o'rinlari tarafidan jamoat yoki nishonning aloqa muhitiga muayyan bir maqsadga tayangan ozdirg'uchi xato va yoki chala kamtuk uchurlarning yeyilishi yolg'on xabar tarqatish deb atalmoqda. Bu istixborot turini Sovet KGB'si kashf qilgan bo'lib, uning maqsadi dushmanning minisini elishtirmoq yoki qiyin ahvolda qoldirmoq uchun qasddan yolg'on xabarlarni jamoat ichiga tarqatishdir. Tariximizning eng cho'ng saxt xabar o'yini Amerikaliklar tarqatgan yulduzlar ara urush Star Wars laplari bo'lib, butun sovuq munosabatlar urushi jarayonida Sovet ittifoqi bilan kirishilgan qurol-yarog' musobaqasining yuqori pallasi edi. Uzun yillar keyin KGB josuslarining aslimasidan shu narsa ma'lum bo'ldiki, yulduzlar ara urush poliriga ishongan ruslar haqiqatan qurollanish musobaqasida yengilganligini tan olishga majbur bo'lgan. G'arbning istilo harakati boshlashidan nayt qo'rqqan. Bu Sovet hukumatini texnik rasxut ajratib, muqobil qurollar ustida izlanishga majbur qilgan. Sovet real iqtisodiy kuchi ko'taroladigan chekdan eshib ketgan harbiy xarajat Sovet imperiyasining yemirilishini tezlatgan muhim omillarning biri bo'lib qolgan. Bu istixborot va istixborot tashkilotining xizmat funksiyasi haqidagi qisqacha ma'lumotimiz. Endi tuvanda kunimizdagi
istihbarat təşkilatlarına dair qismən məlumatlar. Dünyanın ən aldınqı qatarda turduğan istihbarat təşkilatı İsrailiyanın Mossad. Bu puxra istihbaratı, hərbi istihbaratı Aman. Amerika'nın CIA, FBI, bu FBI, Federal Bureau of Investigation, içki yamanlığı qartılған. DIA, NSA, bu National Security Agency. Bu Defense Intelligence Agency, yani bexatarlik agentligi, bu milliy bexatarlik agentligi. Sobiq Sovet İttifaqı və bugünkü Rusiyanın KGB. Angliyanın MI6, MI5, yani Military Intelligence'nin 6. başqarması ve 5. başqarması. Germaniyanın BND qatarlıqlarını ko'rsatish mumkin. Bazı g'arblik istihbarat mutaxassislarının yazışıca, Xitaylar dünyanın en qadimiy istihbarat an'anasiga ega millati hisoblanır ekan. Chet ellik istihbarat tadqiqotchilarining kitoblarida har qachon Sun Tzuning Urush san'ati Janshu nomli kitobini naqllar keltirilganligini ko'rish mumkin. Günümüzde istihbaratga berilayotgan ahamiyat shuningdan anlaşıldı. Amerika'nın National Security Agency'da 95 bin kişi işleydi. Dünyanın en ilgari kompüterleri muş yerde işletildi. Bu organın koludan yılığa 50 ve 100 milyon parça hüccet ötüdü. Bir günde 40 tonna maxfiy axlat çıkardı. Yıllık maliye sarfiyatı 10 milyar dolar etrafında. Bu CIA'nin başka yeni bir istihbarat teşkilatıdır. NSA, bugünkü günde mevcut kompüter texnikasidan 15 yıl algı ketken nano texnikalik kompüterleri ega. Bu teşkilat dünyanın 5 qit'asiga joylashgan anglash sistemasi orqali atmosferadagi barliq signallarni toplaydi, analiz qiladi. Bunun ichida odatdagi telefon ko'rishmalardan tortib davlatlarning sun'iy hamroh signallarigacha bor. Masalan, 1965 yili aprelda Sovet İttifaqı olam kemasi Soyuz 1 yer shari qaytib kelib chatoq chiqqanda Turkiyadagi NSA punkti bu qo'rqinch voqeaning hamma tafsilotini, parashyutdagi chatoq haqida so'zlashishlar, uchquchining xotini bilan vidolashishi, uchqu atmosferada yenishga boshlagan chog'dagi oxirgi qatimliq faryodga qadar xotirlagan edi. CIA, Markaziy istihbarat agentligida hozir 16 bin kishi ishlaydi. Yıllık xamçuti 30 milyar dolar. NRO, Milli Tekşiriş İşxanası, en bay istihbarat teşkilatı bulup yıllık maliye xamçuti 50 milyar dolar. Boşluk koyup verilgen çarlaş ve maxfiy anglash sun'iy hamrohlarini ishlab chiqaradi. DIA, Mudofaa istihbarat agentligi, bu harbiy istihbarat organi bulup 15 milyarlık maliye sarfiyatı var, 21 bin kişi işleydi. Bugünkü devirde zamanıvi armiyalar alaqışlarını çoxun elektronlik vasıtalar bilan qiladi. Bu aynı vaqtda maxfiyatlikning jakalanışı demektir. Masalan, bir boshqariladigan bomba etilishdan burun çoxum simsiz telegraf yoki telefonlardan buyruq beriladi. Bu demek onun oldini olish uchun oldin xabardor bo'lish demektir. Uningsizmi boshqariladigan bomba etishga hozirlang'ich oraliqda sonsiz mikrodolqin signallar taqitidi. Buni qarshi taraf uchun istihbarat beradi. Bu demek bugünkü istihbaratning xarakteri elektronlik istihbaratdir. Bu nuqtada shuni demek mümkün ki elektronlik istihbaratning bugünkü taraqqiyoti kishilarning tasavvuridan halqib ketdi. Buni shu savol javoblardan bilishga bo'ladi. G'arb razvedka filmlaridagi ustun elektronlik kuzatish texnikasi kompyuterlashgan ayriboshlash, tahlil, xulosa
jarayonlari haqida xizmatdan ayrilgan bir CIA xizmatchisidan shunday so'ralgan. Kinolarda ko'rsatilayotgan razvedkaga doir taraqqiyotlar qancha bo'lsin rost emasdi, fantaziyadir. CIA xizmatchisi shunday javob berdi. Rostliqo rost, ammo bugungi seviya emas, 15 yilning oldidagi seviya. Yana ba'zi mutaxassislarning bildirishicha, bugungi ustun harbiy texnikalarning kompyuter bilan boshqarilishi yana shunday bir yuchuqni birga olib keladi. Bizning Uyg'ur kompyuter mutaxassislarimiz diqqat qilinglar. Biz uchun bir qutulishninki yo'li, tunnelning u uchida ko'ringan bir yo'riq. Kompyuter programmalar orqali dushmanning sistemasiga kirish yo'llarini tepish, sistemalarni buzish yoki yo'nalish almashtirish orqali etilgan boshqariladigan bombalarni keyinib qaytarib, qo'zg'algan manbasiga yoki otquchilar tarafiga boshqa nishonlarga burib etkili bo'ladi. Xuddi shunday. Bugungi elektronlik istixborot sohasida ishlaydiganlardan boshqalar tasavvur qilolmagandek manzilga yetdi. Bu jihatda eng ilg'or elektronlik istixborot organi sifatida yanada Amerikaning Milliy amonlik agentligini ko'rsatish mumkin. SNA'ni. Bu texnikalardan ba'zilari munolar. Yiroqdan RNM asboblari. NSA'ning Milliy amonlik agentligining RNM jihozi yiroqdan meni kontroli jihozi, ya'ni kuzatilayotgan kishilarning miyasidagi potensiallarni yiroqdan o'qiy oladi va ularning birimlari, ya'ni miyaning ishlab chiqargan mahsulotlari ta'sirga uchratmoq uchun qarorlarini, ya'ni miya degan mahsulot ishlab chiqardi derken fizikal bir mahsulot ishlab chiqarmaydi bilasizlar. Qaror, xulosa, baho ta'sirga uchratmoq uchun nervi sistemasi orqali uchur evataladi. Yiroqdan meni kontroli elektronlik bo'lish bilan shaxslarni toniy oladi va ularni Amerikaning har qanday bir yerida turibmi kuzatalaydi. Ikkinchisi, inson miyasidagi EEG o'qiy oladigan alohida EMF jihozi. Yana Milliy amonlik agentligi. Digital, ya'ni sıfırlık kompüter bilan kishilarni tunish va kuzatishni qila oladi. Milliy amonlik agentligi belgi istixborotidan kelgan elektromagnitlik maydon EMF signali bilan ishlangan meni elektronlik ogohlantirish orqali kishilarni kontrol qilish uchun ishlatiladi. Telefon anglash. Telefon anglash bir qadar umumlashgan, hatto odatli istixborot metodiga aylanib qolgan bir ish bo'lg'achqa, hamma kishining buningdan xabari bor. Ammo uningdan hayron qolarlik darajada taraqqiyot borliqqa kelgan bo'lib, bu darajada ilgari ketganligi kishilarning yanada aqliga kelmaydi. Bu mavzudagi anglash faqat telefon anglash qilib qartilmaydi. Chunki telefon anglash intayin qolay bir usul bo'lib, bugungi kunda buni kichik bolalarni biladigan odatli ishga aylanib qoldi. Maxfiy anglashning turlari nihoyat ko'payib ketdi. Hatto o'q o'tkazmaydigan, ovoz o'tkazmaydigan alohida aynaklardan anglash imkoniyati yaratildi. Uy ichidagi ovozlar aynak yuzida belgilik o'lchamda titrash hosil qiladi. Normalda hech his qilg'ili bo'lmaydigan bu xil titrash sun'iy hamra orqali farq qilinadi. Kuchlantiriladi, andan yeshiladi. Ya'ni tavrinish xuddi ximiyalik tajribaga o'xshash qaytadan ovozga o'zgartiriladi. Elektronlik jasuslik. Bugungi kunda elektronlik jasuslikning taraqqiyoti haqiqatan kishilarning tasavvuridan olqigan bir saviyaga yetdi. Masalan, Ikkinchi Dünya urushi davrida ishg'oliyat ostidagi davlatlarda Germaniya aloqa sistemasi, qatnash sistemasi, ishlab chiqarish sistemasi
qatorliqlarni buzg'unchilikqa uchratmoq uchun minglarcha qarashliq ko'rsatkichi partizanlarni safarbar qilishga to'g'ri keladi. Canını alqınığı ağan agentlar hayatını doğru tikip telefon sımtanap tövrüklerini ve kövrüklerini partlatışı, ok doğru toşavatkan poizlarga hücum kılışı gerek idi. Hem de sıfırlık casusluk dünyasında bolsa o'xshash ishni minglarcha kilometr uzoqdagi shaxsiy bir kompyuterni ishlatib qilg'ili bo'ladi. Bu yana Uyg'ur xalqimiz ichidagi kompyuter mutaxassislari uchun bir signal. Shundaq bo'lg'achqa birmuncha davlatlarning milliy bilim asosi zaif bo'lishi ularni kelgusining siber urushlarida mudofiasiz qoldirdi. Bu asnoda texnik tez va hujumchi kompyuterlar ishlab chiqarmoq uchun milliardlab dollar mablag' selinyotidi. Dushmanning uchur sistemaga singib kira oladigan jasus programmalar ishlanmoqda. Bu arada hatta bo'lg'usi bir urushda ishga selish uchun hazırlangan onlarca kompyuter virusi tadqiq qilinayotidi. Bundaq viruslar dushman davlatning butun kompyuter sistemini yimirib tashlaydi. Iqtisodini, aloqa va hatto davlat mudofaa sistemasini yer bilan yakson qilib o'tishi mumkin. Buningga diqqat. O'zini vatanparvar hisoblaydigan kompyuter mutaxassislarimiz foydalanish uchun bir yo'choq, bir imkon. Siber istixborot. İngilizce'de cyber. CYBER. İstixborot. Elektro, avtomatik ve dijital. Yani sıfır sistemleri bilen ilg'or texnologiya mo'jizasi bo'lgan mashinalarning ishlatilishi ve kontroli sibernetik deb atalmoqda. Bu turda tor orqali uchur o'g'irlash, buzg'unchilik, kontrol qilish qatorliqlarni ko'rsatish mumkin. Yumshoq detallardan foydalanib boshqalarning kompyuteriga jasuslik sistemasi yuklash. Bunun bilan bu kompyuterni shirik ko'rib turish ishga oshirilib qolmay, ba'zi yumshoq detallar ishlab chiqaruvchiga kerakli kuchlarni to'plab, bu yumshoq detalni ishlatgan kompyuterlardan xo'jayinga yo'llab turishga o'rgatilgan aqlliq ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Masalan, Promis nomli yumshoq detal soqchi organlarida ishlatishga mos keladigan detal bo'lib, izlagan shaxsni tepish yoki ma'lum shaxs haqidagi barliq uchurni darhol bir yerga to'plash qatorliq ishlarga yaraydi. Bu detal soqchi idoralar tarafidan mamnuniyat bilan qarshi olingan. Dunyoda nurg'un davlatlarning soqchi organlari setilib ishlatgan. Ammo bu yumshoq detal ko'ringan yuzi bilan soqchilarning ishini qulaylashtirib berish bilan birga soqchi idorasining kompyuterdagi barliq uchurni yumshoq detalni ishlaganlarga yo'llab turadigan yoshirin vazifani o'rindaydi. Fransiya istixborot tashkiloti Microsoft Windows'ning ba'zi yoshirin orqa o'yinlari borligini bayqagan. Ammo bu orqa o'yinlar zodi nima uchun kerakligini jazm qilinmagan. Ya'ni Windows'ning umumiy mashg'ulotida go'yo kirki yo'q. Ba'zi hujjatlarning borligi bayqalgan. Bu hujjatlarning istixborotchilik vazifasi bo'lishi mumkinligi faraz qilingan. Fransiyada Microsoft mahsulotlarini hukumat organlarida ishlatish man'iy qilingan. Keyin Rossiya hukumati Microsoft mahsulotlarini hukumat kompyuterlarida ishlatmaslik uchun o'zlari yumshoq detal ishlab chiqqan. Microsoft mahsulotlari haqidagi gumon ba'zi davlatlarning tadqiqotchilari tomonidan texmo ilgari surilgan. Kanadaliklar Microsoft mahsulotlarida NSA belgilik ba'zi kodlarni bayqagan. Ammo shifrlarni har qancha qilib yeshalmagan. Bu munosabat bilan shirkatlar bilan istixborot tashkilotlari hamkorligida o'ynalgan ba'zi o'yinlarning borligi qiyos qilinmoqda. Kompyuter qaroqchilari, hacker,
Umumen, İsrail'e yukarı maaş bilen teklif kılıp iş kısaldıganlığı her ketimlik hakerlar uçuruşu, yani kompüter qarakçılarının uçuruşu İsrail'de buluduğanlığı mı kişilerin dikkatini kozgan. Telekulak, Echelon, dünyadaki barlıq telefon, fakiz, yankun, SMS ve el-xat qatarlıqlarının hemmisini anlap turduğan gayet zor bir kulak. Telekulak. Dünyanın yoşurun bir kulak tarafından tanışılıvatkanlığı 1960 yılı bilingen idi. Sovet İttifakı'na iltica kılgan NSA hizmetçisi Vernon Michael ve William Martin'ın akbaratçılığı aşkarlışı bilen NSA'nın 2000 joydaki tanışaş punkti ve bu punktlar joylashgan devletler dahil 40 devletning o'g'irlikchi tanışıladiganligi ma'lum bo'lgan edi. Bu 1960 yıldaki seviye bo'lsa, bugungi ahvol qandaqdir? Buni qiyosan his qilish mumkin. Elektromagnetlik ve psixotronik operatsiyalar. Kompüterimizning knopka taxtasidan, ekranidan, modem kabelidan ve başka böleklerinden tarqaladigan elektromagnetlik tarqalimlar. Knopka besishlarimiz, ekranning ko'rinishlari ve modemdan o'tayotgan signallarga munosabatlik. Kerakli cihazları bo'lgan biri bu nurlarni bir hatta 2 kilometr uzoqlikdan xotirlayolishi mumkin. Hamda ekraningizda ko'ringanlarni knopkadan nimalar kirgizilganligini yoki modemingizdan nimalarning o'tganligini bu nurlarga ishlash orqali takror qurashtira oladi, ko'rinish hosil qila oladi. Bular elektromagnetlik operatsiyalardir. Bundaq ultra nur yeyilimining mavjudligidan gumonlanganlar har qanday bir arzon radio orqali kompüter taqatgan parazitlarni o'xshamagan do'lqinlardan nayt oson tuqalaydi. Mana shu parazitlarni o'qug'uli bo'ladigan belgilarga aylandirish tasavvur qilinganidan asarroq. Bundaq elektromagnetlik kuzatish va o'g'irlikchi anglashdan saqlanish usullari shu. Ishlatilayotgan jihozning do'lqin tarqitishini niqoblash, süzüş qatarlıq usullar orqali to'sib olmoq. Yeyilayotgan do'lqinlarga shovqin aralashtirish orqali bo'lmas holga keltirish yoki jihozning ishlash asosini yengillashtirish orqali yeyilgan belgilarni ishlab chiqqan uchurdan tozalamoq. Uyg'ur mutaxassislarimizga tabiiy fan bilan shug'ullanadigan fizika, elektr, ximiya qatorliqlar bilan shug'ullanadigan mutaxassislarimizga yana bir signal. Millatning qutulish uchun yana bir yo'choq. Qo'rqinchli qurol elektromexanik bomba. Amerika Raydion shirkati yo'lovchi aeroplanlarini yerda turib tizginlash sistemi bo'lgan GPALS'ni jiddiy tadqiq qilyapti. Bu tür ishga ochsa, kontrolini yo'qotgan yo'lovchi aeroplanlari yerdan boshqarilib, aman isen nishonga yetkazildi yoki havo qaroqchilari tarafidan egallab olingan aeroplanlarning uchish sistem kodlari uchishi bermagan taqdirdami yeshiladi va kontroli ishg'ol qilinadi. Buning bilan hatto havo mudohalasiga aralashib bexatar bir yerga qo'ndirib olindi. Hatto bu texnika bilan odatdagi yo'lovchi aeroplani bir boshqariladigan bomba o'rnida qo'llanilishi ham mumkin. Xuddi 11-sentabr bo'lganidek. Amerika yana elektromexanik bomba ustida tajriba olib beryapti. Bu bomba tasavvurni halqagan ofatlarni keltirishi mumkin. Her ish ko'z yumib ochishlik araliqda bo'ladi. Uyning ichida o'tirgan bir kishi avval uzoqdan kelayotgan qasildashni anglaydi. Bu ovozni chaqmoq chaqish deb o'ylab qolishi mumkin. U bularni o'ylab qo'yuvchilik araliqda bugungi madaniy dunyo eng az 200 yil orqaga tokning kashf qilinishidan burungi davrga aylanib qoladi. Taqoqliq bo'lishib qaramay televizor ekranlari fiturliq nur bilan qo'rqinish shaklida parlaydi. Tok va telefon simlari shu qadar qiziydiki, plastik qapi erib ketadi. Uzun qatlami
Köygen plastik purqu bilan to'ladi. Batareyalar qizib qo'l bilan tutqusiz alg'i keladi. Kompyuterlar kulga aylandi. Radiolar, telefonlar, simsiz so'zlashgichlar, barliq mashinalar hech kerak kelmas alg'i kelib, uni o'chidi. Ammo buningda insonga hech ziyon kelmaydi-yu, insonlik jamiyati 200 yil orqaga chekinadi. Avstraliyalik yuqori texnikalik urush mutaxassisi Karlo Koppaning deyishicha, diqqat qilish tegishli bu. Bu qo'rqinchli qurolni 1940-yillarning texnikasi bilanmi yasig'ili bo'ladi ekan. Texmi yomon yeri. Ya'ni bu davlatlar uchun yomon yeri, biz uchun emas. Texmi yomon yeri buni $400 sarfiyat bilan tuttirgil bo'ldi ekan. Bu demak, buning iqtisodiy yuki shaxslar uchunmi mumkin bo'ladigan chekda bo'lganligi. Yomon odamlarning buni tadqiq qilib yasagilish ehtimolining cho'ngligi demakdir. Zehn kontroli va istixborot. Bu haqda azroq to'xtalgan ilgari, zehn kontroli bir kuch markazi tarafidan bir kishi yoki bir inson to'pining haddi harakatini kontrol qilish, almashtirish yoki yo'llantirish demakdir. Dastlabki chog'larda o'zaro raqib istixborot tashkilotlarining biriga qartilgan bu xil kontrol metodi bugun boshqarish ostidagi barliq shaxslarga, guruhlarga, hatto keng ommaga qarata elib berilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Ya'ni zehnlari kontrol qilinganlar boshqalarning irodasiga uyg'un ish harakat qiladi. Agar ma'lum bir vazifaga avatilgan odam yiroqdan kontrol qilinib, uning ixtiyoridan emas, kontrol qilg'uchining mayli bilan qildiriladi yoki qilmoqchi bo'lgan ishi aks tarafga yengishli etiladi. Bu usul hozir rasmiy amaliyotda ishlatilayotganligi haqida qarashlar ilgari surilmoqda. Yiroqdan kontrol qilingan odam orqali jonliq bomba, ya'ni o'lib o'lish xarakteridagi hujumlar tashkillanayotganligi ma'lum. Şu anga kadar bo'lgan zehn kontrol metodlari shunday turlantirilgan. A. Kuch teatri, street teatr. Sosyal psixologiyadagi itoat sinoqlarining natijalaridan foydalanib, ko'chadagi kishilarning harakatlarini o'zining ixtiyoridan tashqari bir ssenariyadagidek yengishli o'tishni maqsad qiladi. A. Kuzatishga tegish taraflarga yo'llantirish. Information surveillance. Bu metodda maqsad kishining badaniga uning xabarsiz joylashtirilganlarning o'z ichiga olgan har turli kuzatish jihozlari, ilgari o'tdik mikrochip vositasi bilan ish harakatini xotirlaydigan xabar qilg'uchi o'rnatmoq va buningga telefon anglash, el-xatlarni o'qish, telefon va el-xat o'g'irligi, fitna fasod paydo qilish, matbuotda yolg'on xabar tarqatish texnikalarini qo'shimcha qilib kişinin hareketini belgilik bir nokta karta yönlendirmektedir. Bir, hipnoz ve doğrular. Hipnoz degan bu söz ilgari rus tili orqali tilimizga kelganlik uchun gipnoz deb o'zlashgan. Bu qadimdan kelayotgan rivoyat tusidan olgan bir xil qiliq bo'lib, insonni uchak holatiga keltirib, uning mengsidagi o'y xiyollarini bilib olish ixtiyoridan tashqari, ya'ni angsizlik ichida ko'nglidagi sirlarni oshkorlatqizish urinishi qartilgan. Ya'ni yangidan bu xil ruhiy holatni borliqqa keltirdi yoki kuchaytirdi deb qaraladigan dorilar borliqqa keltirilib, insonlar ustida sinalmoqda. P. Idea tozalash. Ya brainwash. Bu sobiq Sovet ittifoqi va shuningdek mustabid tuzumlarda ko'p ishlatilgan hamma kishini mashina odamga aylantirish, davlat qanday xohlagan bo'lsa shunday o'ylash, shunday fikr qilishga yetaklashga qartilgan atalg'i bo'lib, bugungi josuslik buni ijodiy taraqqiy qildirmoqda. T. Mikrodolqin orqali g'olg'in to'pni kontrol qilish quroli. Jamoatni atom bombasidan keyingi eng cho'ng kashfiyot deb qaralayotgan bu qurolning ommaviy namoyishlarni qonsiz shaklda bostirish maqsadi bilan barliqqa keltirilganligi ilgari surilmoqda. Zehn kontroli tipida bunday bir qurolning o'rnini olishining sababi bu qurol tarafidan zarbaga uchrag'uvchilarning buni sezmasligidir. Eshitish. Bu istixborotdagi yana bir qiziqarli xizmat turi. Eshitish.
Echitish, İngilizce provocation. İstihbaratdaki yana bir metod bulup, ma'lum jamoat, ma'lum partiya guruh, ma'lum davlatni ko'zlagan ko'zqarashga, maydonga, pozitsiyaga keltirish uchun echitish usuli qo'llanildi. Echitish ikki xil bo'ladi. Biri operatsiya shakli. Bu balkim qonliq operatsiya bo'lishi mumkin. Yana biri tashviqot orqali echitish. Ammo har ikkisida tashviqot bor. Ya'ni avvalgi usul, ya'ni operatsiya shakli orqali qonliq voqea tug'dirilgandan keyin darhol tashviqot mexanizmi ishga tushib, voqeani ko'zlangan yo'lda muloyiz qilib, jamoatning, davlatning, partiya guruhning g'azabi ko'zlangan yo'nalishga to'g'rilanadi. Hozir yuz berayotgan terrorlik voqealarini buningga misol qo'ysangiz bo'ladi. Bu orqali tushunsangiz bo'ladi. Aldı bilan qonliq voqea paydo qilindi, andin tashviqot ishga tushib, bu voqeani o'zi ko'zlagan yo'nalishda muloyiza qiladi, tafsir qiladi. Undan keyin jamoat uningga ishonadi va kimdan nafrat qilish kerakligini obdan bilib oladi. Ya'ni bu nafratlantirish uchun bir ta'lim tarbiya bu. Bu haqda Turkiya istihbarat organida ishlab pensiyaga chiqqan Mahir Qaynoq, keyin ma'lum universitetda professor bo'lgan bu odam hozir rahmatli bo'lib ketdi. Ergenekon nomli kitobida shunday yozildi. Bir guruhning dunyoni yoki bir davlatni boshqaradiganligini qabul qilgan bo'lsak, echitish ularning metodlaridan biridir. Har qanday bir jinoyat o'tkazish yoki bir qarshilik harakat qilish niyatida bo'lmaganlarni avval jinoyat o'tkazishga, qarshilik harakati elib berishga ma'qul keltirib, andin berib pash qilasiz. Bu usul ma'lum to'plarni yoki jamoat, guruh tutqun qilmoq maqsadida qilindi. Atalgı dastlab mushkil qilmishdan kelib chiqqan. Bir muncha odamlarga berib deysanki, qarindishim, berib davlatni ag'dirayli, o'rniga islomiy tuzum o'rnatayli. Ularning hech undaq niyati yo'q aslida. Boshlamchilik qilasiz, keyin hammasini davlatga ma'lum qilib qo'lga oldirsiz. Shunday qilib bu kishilarni o'tirdan qoldirsiz. Echitish degan mana shu. Eng muhim echitish 11-sentabr voqeasidir. Ayni vaqtda Angliyada metro bekatidagi portlashlar nihoyatda yaxshi misol. Angliya ishg'olchi bo'lishga qaramay, ham musulmonlar bilan munosabati yaxshi, ham musulmonlarni uningga Iroqda go'yo ular yo'qdek muomala qilyapti. Metrodagi operatsiya bilan o'tirib chiqdiki, Angliyaliklar Iroqda edi, musulmonlarning dushmani edi. Shunday qilib Angliya xalqi musulmonlarning terrorist ekanligini bildi. Baqqamlashgan bir operatsiya edi va buning Al-Qoida tarafidan qilingan bo'lishi mumkin emas edi. Qilalis faqat Amerika qila oladi. Ya'ni Amerika Angliyaga meni yolg'iz qo'yibsan, butun tog'larni men to'layapman, bir izini sen to'la demoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana bundaq echitishlar boshqalarning nomi bilan, ya'ni pichoq oriyat elib odam o'ldirish shaklida elib berilishi mumkin. Bu haqda yuqorqi manbada shunday deyiladi. Başta öz nişanı, a'zolari, ya'ni kadrlari bo'lgan ba'zi tashkilotlar kuchini yo'qotgandan keyin yoki qarshi tarafning kontrolligiga tushib qolgandan keyinmi darhol yo'qotib etilmaydi. Tashkilot ismi va kadrlarning bir qismi yog'liq qapoq qilish uchun saqlab qolinadi. Boshqa kuchlarning qilgan operatsiyalari ularning etiga yoziladi. Masalan, bu nuqtada Osama bin Ladenning tutilmasligi Al-Qoidaning mavjudligini saqlash qatorliq misollarni ko'rsatish mumkin. Ularning ismi yana kerak bo'lganligi, qilingusi ba'zi operatsiyaning yomon atiq uchun adres ko'rsatishning ehtiyoji uchun saqlanayotganligi sir emas. Boshda bundaq bir tashkilot bo'lmasa-mu, xiyoliy bir tashkilot yaratilib, voqealarga uning ismi qo'yiladi. Maqsad toplumni, ya'ni ijtimoiy kollektivni belgilik bir yo'nalishda shartlantirmak bo'lsa, tashkilotning bor yo'qligi yoki boshdagi nishonining nima bo'lishidan qat'iy nazar operatsiyani elib berayotgan kuch bu tashkilotning orqasiga muko'lib, xohlagan natijalarni qo'lga keltirishi mumkin. Yana o'tirliqni qo'rchish, suvni leytish, kishilarni qaymoqtirish uchun ba'zida o'xshamagan guruhlar shaklida operatsiya elib berilishi mumkin.
Ko'p hollarda jamoat bularni bir necha o'xshamagan tashkilot, o'xshamagan partiya guruh sifatida ko'rishi mumkin. Ammo ularning aslida bir qo'mondonlikdan boshqarilganligi aqliga kelmak tas. Yuqorgi kitobda bu vaqt shunday deyiladi. Bir-biriga qarshi-qarshidek tuyuladigan tashkilotlar birli kuchning kontrolida bo'lishi mumkin. Bunda qarama-qarshilikdan ikki natija kutilishi mumkin. Ya taraflardan biri vakillik qilayotgandek tuyg'u paydo qilingan tashkilot bahona qilinib, buning siyosiy qurilmasi yemirib tashlanishi mumkin. Ya ularning o'zaro majrosini besiqtiruvchi sifatda o'tirga hokim bo'linadi. Bu bizning yaqin kechmişda misoliga duch kelgan bir xil metoddir. Avval siyosiy nishoni bo'lgan va terrorchilik qiladigan bir tashkilot quriladi. Yoki bor bo'lgan bir tashkilot kontrolli qilindi. Andan buning bilan sirkilish qiladigan qarshi ko'z qarashdagi bir tashkilot tashkillandi. Bularning o'zaro tirkishayotgan mezgilida toplum keng ko'lamli uchur besim ostida qoladi va boshqaruvchi xohlagan ko'z qarashlar toplum ichida shakllanadi. Xulosa. Jasuslikning bugungi taraqqiyoti faqatla texnikalik yiqidilla emas, usullari, turlari jihatdan tasavvurdan halqagan saviyada. Siz o'zingizni har an bir yoshirin ko'zning kuzatib turganligini faraz qilsangiz, xatolashmaysiz. Bir yoshirin quloqning anglab turganini qiyos qilsangiz, yanglishmaysiz. Ko'pchilikka rahmat. Allah hammanglarni aman qilsin.